Assalomu alaykum parranda va inkubator ishqibozlari. Sizlarga bir muhim yaxshi ma'lumot bilan ulashgim keldi. Xo'p, o'zimiz inkubatordan foydalanish davomida tajribalarda ulashib boramiz. Uzum marketdan shunaqa termometr olgandim, kalibrovka qilish bo'yicha. Ushbu termometrda uzum marketdan xarid qilsanglar juda ham aniq ko'rsatadi ekan. Atiga 20-25 ming so'm turadi. Uzum marketda istab xuddi shuni qorasi bor, oqi bor xarid qilib ishlatsanglar bo'ladi. Inkubatorni oldin teshganman va shu yerga hisob qo'yganman. Bu yerda ham 38 turibdi, bu yerda ham 37.9, 37.8 har xil. Aniq tiniq issiqlikda darajasini ko'rsatib turibdi. Shu narsadan foydalanishlarini tavsiya qilaman. Bu miyaga to'liq ishonib qolmanglar. Inkubatorda o'zining miyasiga ba'zida noto'g'ri ko'rsatishi mumkin. Endi 100 tadan bitta 2 ta bo'lib turadi. Shuning uchun alohida termometrdan foydalansanglar yaxshi bo'ladi. Yaxshiroq termometrdan. Shunga o'xshagan aniqroq issiqlikni darajasini ko'rsatadigan termometrlardan foydalansanglar yaxshi bo'ladi. Simopli 38, 39 haligi ko'rsatadiganlar noto'g'ri ko'rsatadi. Ular yaxshi emas. Ular 1-2 gradus past ko'rsatishi mumkin. Keyin bu yerda mana 36.10 ko'rsatyapti. Shu darajada aniq tiniq 0 6, 0 8 darajada shunaqa ko'rsatish kerak bo'ladi. 10 8, 10 9 bo'lib. Tavsiya beraman. Uzum marketdan xuddi shu termometrdan xarid qilib inkubatorda foydalansanglar natijasi yaxshi bo'ladi. Salomat bo'linglar.